hech qachon oldin sevishgan qizlaring haqida xotiningga ayta ko'rma. Umuman. Yo'q. Shu tug'ilganman, sen sevib qo'yganman deysan. Shu tushganman, sen sevib qo'yganman deysan. Noxos. Bo'ladi-ku, ko'chaga to'g'rimi? Ochiq-sochiq kiyingan qizga 3 sekunddan ortiq qarab turibsan-da, bitta qarasang xotining senga qarab turgan bo'ladi-ku. Astag'firulloh, bunani otasi, akasi yo'qmi? Yoz. Instagramdan hech kimga like bo'lsa ko'rma. Dashi qarindoshlaringga ham. Qattiq chiroyliroq bo'lsa, o'g'il bachaga ham bosmaganing ma'qul, chunki rashk qilaman degan luboydan qilaveradi. Esingdan chiqarma. Sen bu hayotda hech kim bo'lgansan. Xotining seni odam qilgan. Sen xotininggacha bo'lmishda yashagansan. Endi odam bo'libsan. Mana shu nazariya bilan yashashing kerak. Mana shu nazariyani quyib olishing kerak miyangga. Xotining bu dunyodagi eng zo'r stand-upper. Uni luboy haziliga kulib berishing kerak. Dadasi sizni o'ynashingiz bormi nima? Kul. Lekin hech qachon ham sen o'zing hazil qilmasliging kerak. Xotin, meni o'ynashim bor. Yo'q, mumkin emas. Yo, buni o'ylab qarasam, o'zimni hayotimni o'zim ko'chirib o'tgan ekanman. Nima? 2 kun vaqting bor zaksgacha.